Assalomu alaykum. Biz o'tgan hafta Amerikaning siyosiy vaziyati to'g'riliq to'xtalgan edik. Bo'libmi 2024-yillik Amerika prezidentlik saylami haqida to'xtalgan. Endi bu qatim bugun biz Xitoyning yaqinda ochilgan 20-navbatlik partiya mamlakatlar qurultayining 3-umumiy yig'ini haqida to'xtalmoqchi. Bizningki suhbatga chaqirgan mehmonimiz, takliflik mehmonimiz Ilshod Kam. Ilshod Kam bilan tanishtirsammi bilib ketdinglar. Ilshod Kam, xush keldingiz. Assalomu alaykum va alaykum assalom hammanglarga. Xayrli shanba. Rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlar va Mamat To'xtakam hammanglarga rahmat. Endi Xitoyningki 3-umumiy yig'ini Mushayninki 14-kundan 15-kundan to'g'risi 18-kunigacha 4 kun Beijingdagi bir harbiy mehmonxonada o'tkazildi. Bu yig'in izchil tashqi dunyoning Xitoy siyosatiga diqqat qilishidagi bir nuqtasi bo'lib kelgan. Bu yig'in nima uchun bunchalik muhim? Oldi bilan Ilshod Kam bizga shuni bir tushuntirib bersa. Xitoyningki bu yig'inni qo'yib mush xildagi umumiy yig'inlari, ya'ni Xitoyningki 3-umumiy yig'ini qanday bir yig'in, qanday bir ahamiyatga ega? Bo'ldi. Rahmat. Bu ketin program başlaştım burun. Bir iki kız aldın ketin program to'g'riliq bir gap qo'shqim keldi. Masalan, aldın ketin kadar siz savol so'rab Joe Biden chekinish ehtimoli bormi deganda yo'q degandim. Men deb bo'lib tushdan keyin chekindi, e'lon qildi. Demak, men analizchi, siyosiy analizchi, ramchi emas, yoki alayda bir xisletim yo'q. Hamma ishni oldin ola mo'ljallaydigan, ko'rgan xabarlarga, bilimga asoslanib analiz qilamiz. Shuningga siz boshladingiz siyosiy analizchi degan shu. Hech qachon %100 bo'lmaydi. Hamma nimani oldin bilolmaydi. Agar hamma nimani oldin biladigan bo'lsam, boyib ketdim men. Siyosiy analizlarning hammasi boyib ketadi. Hammasi unda bo'lmaydi. Ramchi olmagandan keyin biz bilmaymiz. Shuningga demak, bu yerda mening buni nim qilishim, men burundan o'quvchilarim deb kelatdim. Har qanday o'zini ulug' degan odamlardan yoki o'zini bilmaydigan odamlardan hammasining har qanday javobiga va ularningki ko'z qarashlariga oldi bilan savol bilan qarash kerak, undan keyin o'zining xulosasini chiqarish kerak. Madem voy bakchiq so'zlatdi, Ilshod apandim hamma nimani so'zlaydi, ma qitim to'g'ri chiqqanti, shuning uchun bu qitimni to'g'ri chiqdi degan bu cho'qinish yo'lidir. Bu aqlni boshqalarga topshirib qo'yib, o'zi xalqning aqli bilan yashash yo'lidir. Yoki biz Uyg'urlarning gapida boshqalarningki talashdamdoq chapinida shunga o'xshash yo'ldir. Shuningga mening mayli ekran oldidagi meni yaxshi ko'radigan yoki tanqid qiladiganlar bo'lsa, hammanglarnikini qarshi olaman. Mening hamma deganlarim hammasi deganim bo'yicha mangadigan yoki hammasi rost bo'lib chiqadigini, hammasi to'g'ri bo'lib chiqadigini u mumkinchiligi to'van. Chunki men sizlarga o'xshash odam. Fakat mening bir ortiqchiligim, o'zimda ortiqchilik deydiganim, kitobni o'qiyman, xabarni ko'raman, o'xshamagan tillarni ko'raman, inglizchani ko'raman, uyg'urchani ko'raman, xitoychani ko'raman. Undan keyin o'xshamagan mutaxassislarnikini anglab, uningki o'zimning yakunini chiqaraman. Shuning uchun mening yakunim xato bo'ladi. Mening Norvegiyada bir og'inam bor, Ali deb. Bana bir ketim degandi, Ilshod sening to'g'ri o'simi qo'llayman, xato o'simi qo'llayman, sen shunday ishonjim bor degandi. Shu vaqtda men degandim. To'g'rini qo'llaysa, xato o'z tanqid qilsa degan. Shuningga o'xshash, bugun yana shuni bir deb qo'ygim keldi. Xo'sh, endi Xitoyning 3-umumiy yig'ini. Xitoy 5 yilda bir qurultoy ochdi.
Qurultayda bütün Xitoy Kommunistlik Partiyasininki vakillari bir 2000ga yaqin bordi-ku, 2000ga yaqin deyman bu vakillari. Necha ming bo'lishi mumkin, esimdan chiqib qoldi bu. 2200'den aşmaydı o. Şu Ha, 2200, 2100 etrafında. bu vakillar hammasi 5 yilda bir qatam atalmış Xitoyninki Kompartiyasininki eng tuvandan saylam bo'yicha keladi. Hammamiz bilamiz o Xitoyning saylamining qandaligini. Türkiye'nin ma'maldan Mehmet To'xtini saylaysa deb bekitib berdi, shuni saylab ovozini qo'shib siz kelsiz. Ashtaq vakillari 5 yilda bir qatam Beijingda yig'ilib, bu yerda Xitoy Kompartiyasininki qurultay yechiladi. Oldin qatam yechilgani 20-qurultay. Qurultay yechilib, bu yerda markaziy komitetni saylab chiqaradi. Bu markaziy komiteti shu yig'in tugidi. Qurultay tugaydi. 20-qurultay qaysi yili yechildi? 2022. 22 yechildi. Yechilib bo'libla keynida birinchi umumiy yig'ini yechildi. Undan keyin ikkinchi umumiy yig'ini yechildi. Undan keyin uchinchi umumiy yig'ini yechildi. Bu umumiy yig'ini qoida bo'yicha odatda bir yilda bir yechilib mangadi. Üçüncü umumiy yig'inki endi bu hammasi aslida shu yana bir qurultaygacha birinchi, ikkinchi, uchinchi, ba'zi to'rtinchi, ba'zida beshinchisi bo'ladi. Bu endi alohida ahvolga qarab turib yechiladi. 9'gacha yechildi ekan. Ba'zida 6 oyda bir yechiladi. 5'ten 9'gacha yechildi ekan. Men ko'rgan materialda. En ko'p o'ttirchi 7 qatim yechildi ekan. Çünkü bu şu vaziyatga qarab markaziy vakillarni yig'ib, masalan, favqulodda bir ahvollar bo'lib qolgan vaqtida shu zaman yig'ib, u yerda qaror chiqaradi. Ham qoida bo'yicha. O'zininki Xitoy Kompartiyasining nizomnomasi bo'yicha qaror chiqardi. Ammo bu yerda 3-umumiy yig'inninki alohida muhim bo'lib qolganligi 1978 yılı Deng Xiaoping huquqni olgandan keyin 3-umumiy yig'inni yechib, shu 3-umumiy yig'inida shu 3-umumiy yig'inida Deng Xiaoping 78 yılı Xitoyninki ishni yechib etish, islohot qilish degan bu siyasetini yo'lga qo'yganligi uchun 3-umumiy yig'in alohida Xitoyning tarixida, bo'libmi yaqinqi zamon tarixida bir tarix bo'lgunchi bir ta'sirga ko'tarilganligidan 3-umumiy yig'inga kishilar umid kutdi. Bo'libmi budaqa umumiy yig'inga texmi umid kutgan. Nima degan vaqtida bu qurultay yechildi 2022. Ondan keyin bir yig'in yechildi. Ammo iqtisodiy Xitoyning aqli chekinib mengyapti. Iqtisodiy jihatdan nihoyatda cho'ng to'solg'ularga uchrayapti. Ishsizlik, uy mulkchilik, bozorsi hammasi o'lik Xitoyning. Undan keyin xalqarada mayli atrofida bo'lsin, mayli dunyoviy bo'lsin, hamma yerda Xitoy har xil krizis to'solg'ularga uchrayapti. Shuning uchun bu qatimqi 3-umumiy yig'ini aslida bulto yechilishi kerakdi. Bultoninki kuzda yechilishni planlagan ekan. Ovozingiz yo'q. Ammo to'g'ri, bulto kuzda yechilishi kerakdi. Bulto kuzda yechilishi kerak. Ammo yechilmadi. Mana degan vaqtida bulto kuzdan hozirgacha 20 yildan jiq aql surildi. Surilgan siri har xil gap so'z cho'chaklar taqilishga boshladi. Bu yerda cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, shuni so'ramoqchi edim men. Yig'indan kechikishidagi sabab nimada? O'shaning javobini men bu yerda berasiz. Yig'indan hamda kechikishidagi sabab demak Xitoyninki ishki jihatda birinchidan ishki jihatda qanday bir yo'nalishga menishda hech qanday bir plani yo'q. Ishki jihatda talashish, balkim azroq huquq jihatdan o'rinlashtirishda ixtilof bor. Uchinchisi,
Endi kaynidan bu yerda Xitoyda bir cho'ng o'zgarish oldu. Asldagi ichilish vaqti bilan bu aralıqda nima o'zgarish oldu desa, oldi kayni bo'lib ichki mudofaa ministri huquqni elib tashlandi. Uning kaynidan tashqi ishlar ministri tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Shuning uchun bu yerda bu mudofaa ministri, uningdan keyin harbiy amaldorlari, tashqi ishlar ministri, bularninki qurultaydan keyin nayt tizdan yo'qolib ketishi demak, bu qurultayda ba'zi bir masalalar, ya'ni 22-yil ichilgandan keyin ichilib bo'libla birinchi umumiy yig'ini, shuningdan keyinki putigan ikkinchi umumiy yig'ini bularda putgan ba'zi bir planlari Xitoyning bular o'ylagandek mangmidi. Bu yerda zo'r bir o'zgarishlar yuz berdi. Shuning uchun Xi Jinping hamda hozir Xitoy Kompartiyasining ichida Xi Jinping hokim mutlaq. Butun huquq shuning qo'lida. Demak, Xi Jinping o'zimi bu yerda bir qaysi yo'nalishga menish, qanday qilish, bu xalqaro vaziyat va Xitoy o'zining ichidagi vaziyat buningda mo'lchar va o'zininki qarori oxiri bo'lmaganligidan bu yig'inni aql suryapti desak bo'ladi. Chunki bu yerda yana bir misol bor. Masalan, Xitoyninki madaniyat inqilobi 66-yildan boshlangan bo'lsa, shu aralıqda bir qitim 7-qurultay ichildi. Uningdan keyin madaniyat inqilobi tugicha Xitoy Kompartiyasi va xalq qurultayi hammasi to'xtab qolgan. Geçilmedi ha? Yechilmadi. Demak, 10 yılga yakın. 10 yilga yaqin. Mavzuning shu bu yerda hokim mutlaq bo'lgan vaqtida asosan yig'inning ichilmasligi shu bir odamga qarab qoladi. Ochma desa ochidi, ochmayma desa buni aql suruytalaydi. Endi buning oldi Xi Jinpingning oldidagi vaqtlarda masalan Jiang Zemin deydi, Hu Jintao deydi. Bularning vaqtlarida bunda o'zgarish cho'ng bo'lmagan. Xitoyninki yig'inlari hammasi asosiyatdan bir xil qeliplashgan. Ma vaqtida achido deydi, shu vaqtida ichiladi. Mayli o yig'inning mazmunida yangilik bor bo'lsin, yo'q bo'lsin, ammo bir xil qeliplashib qolgan. Shuningga buda qitim qilsa, hamma odamni hayron qoldirdi. Hayron qoldirish bilan tang hamma odamni ahmoqona umid kutganlardan tortib o'zgarish kutganlar hamma odamni nayti uzungacha mushu narsaning qanday bo'lishiga kutish bilan tang gap so'z cho'chakka, ig'vo beg'i yo'q gaplarga bularga bir yaxshi fursat yaratib berdi. Xo'sh. Nachar kayfiyat yarattı desek bo'ldi shundoq. Bo'ldi. Nachar kayfiyat yaratdi. Benimki hakimiyet beshidan siyosiy birlik yoki huquq talish kurashi eg'irkan degan mana degan vaqtida bir tashkilotningki tuzumi mukammallashsa, undan keyin Amerika demokratiya davlatlarida ochiq jamiyat bo'lsa, open society deydi. Xitoycha kayfon sho'xi deydi. Menimcha Uyg'urcha ochiq jamiyat desak bo'ladi. Ochiq jamiyatda hamma narsa mayli tashkilotningki qurilmasi bo'lsin, davlatning siyosati bo'lsin, hammasi ochiq. Ochiq bo'lganiki odamlarda faraz qila oladi, kuta oladi. Masalan, Amerikaninki mayli yaxshi ko'rayli, yaxshi ko'rmayli 4 yilda bir qitim saylan bo'ladi. Saylan vaqtida kandidatlar o'zininki planini, qilmoqchi bo'lganini, mayli uni qancha % amalga oshalaydi, oshamaydi, ammo va'dini berdi, shuni tushundirdi, majburiy ularga. Ammo Xitoy ochiq jamiyat emas. Bu bir sirli qari jamiyat. Shuning uchun bularning yig'inida nima bo'ladi? Faqat faraz qilishga bo'ladi, ammo uningki qanday bo'lganligini hech kim, hattoki Xitoyshunos bir umr hayotini shuning beg'ishlagan odammi manda bo'ladi deb dalanmaydi. Bu yerda birsi ramchi kerak, birsi hamda alohida bir xislatlik odam kerak. Agar uni aniq mo'lcharlash uchun bo'lmasa, u faqat faraz bo'ladi, uningdan boshqa bir narsa chiqmaydi bu yerda. Shuningga Xitoyning har qitimki bu yig'inlarning
oldi keynide bolup mu? İşte akıl sürülüp ketken krizis vaqtidagi yig'inlari texmi muhitni bir yaman muhitni yaratdi hem o'zininki siyosatini burmulashga hamma tarafga olib borishga nihoyatda yaxshi bir muhit yaratdi. Qo'sh. Demek endi Xitoyda oldi bilan ziddiyetlerini hal qilib yoki bo'lmasa ma'lum darajada qarorlarni elib bo'lgandan keyin ondan keyin yig'in ochidi deyishga bo'ldi ekanda. Shundoq Xitoyninkida odatda bu Yig'in- umumiy yig'ini Yig'in masalani hal qilishningki mexanizm emas, balki elinib bo'lgan qarordan keyin tasdiqlanishi. Tasdiqlanishi emas, uqtirib qo'yishi. Mana degan vaqtida masalan Amerikaninki, mana u ochiq jamiyatninkida qaror elishning oldida shu qarorga munosabatlik masalan Amerikada bir qonun o'tkazish bo'lsa, shu qonunni oldi bilan to'g'ri loyihasini to'g'ri chiqarib qo'ydi. Masalan Amerika fuqarosi bilan munosabatlik. Uni chiqarib qo'yib, hamma fuqaro, advokat, kasbiy sahadagilar hammasi o'zining fikrini, masalan, ma qonunning mayri manda bo'pti, ma siyosatning mandaqga, malag manda salbiy ta'sir etadi, malag foyda etadi deb buni muzokara qildi. Uningdan keyin parlament qapirdi, u yerdan tasdiqlandi, oxirsida prezident imzo qo'ygandan keyin u qonun bo'ldi. Xitoyninkida oldi bilan Xi Jinpingning kallasida nima qilmoqchi bo'lgani u oldi bilan u o'ylab qarorni chiqarish kerak. Balki yenidagi bir ikki odamga masala selishi mumkin. Masalan, Wang Huning degan Xitoy Fudan universitetining burungi professori bo'lgan. Hozirgi Xitoyning hamda siyosiy nazariyasiningki ustozi deb atib oldi. Balkim shu Xitoy bilan maslahat soldi, manda deb baqsaq bo'lamdi deb. Ularni faqat shu podshoning Xi Jinping podshondi. Shu podshoninki ko'ngli xush bo'lgan tarafiga fikrni berdi. Undan keyin uni jiq bo'lsa oldi bilan siyosiy byuroning doim a'zosi, ya'ni 7 odamni yig'ib Xi Jinping manda o'yladim, mani qo'ymoqchi, sizlarningki fikringlar bormi deydi. Hammamiz bilamiz, uning 7 odamning hammasi ulug' sizningki bu nihoyatda oliylarning yaxshi fikri ekan. Biz qo'shilamiz. Azroq gap qila oladigan manda bir so'zni qo'shib qo'ysa qanday bo'lar? Mayriga deydi, ular azroq pardozlaydi. Uningdan keyin bu qaror bo'lib bo'lgandan keyin aprib umumiy yig'inida ularga Xi Jinping bu dokladni qildi. Ular faqat nihoyat yaxshi bo'libdi, qo'shildi deydigan shu bir nemisini oldi. Qo'shilmayman yoki bu bo'lmaydi deydigan odam chiqmaydi u yerda Xitoyning tizimi sistemasida. Unda degan odam ikkinchi qatim yig'inga qatnasholmaydi. Hayotim balkim shuni olib tugaydi. Shuning uchun mana degan vaqtida Xitoyninki endi bir qarsandoq qaror chiqarish qoidasi. Ham uni shu asosan Xi Jinping diktatorninki fikri bilan mangdi. Bu yerda o'lqi masalan Amerikaning shirkatlarida har qanday bir qaror elishi uchun oldi bilan ash qaror bilan munosabatli odamlarni yig'ib 3 xil plan tuzdi. Odatda az bo'lganda 2 xil ya bo'lmasa 3 ABC. Ma bo'lmay qolsa mayirda mana tuzitib, ma B'ni olamiz, B bo'lmay qolsa C'ni olamiz deydi. Shuningda o xatolik bo'lib qolgan holatmi yerimida yana uni o'ngshab ketgan oldu. Yoki uni tuzgan oldu. Ammo Xitoyninki sistemasida unday ish yo'q. Faqat doklad verdi, o dokladni ular tasdiqlaydi. Shu. Undaqda bu 3-chi umumiy yig'in nima uchun muhim? Boshqa yig'inlar qaraganda bayam azroq yuritdik. Shuni qisqacha yana bir xulosa desak, undan keyin boshqa savollar. Ama bunun muhim bu qilishi Xitoyning tarixida aytgandek, birinchisi amaliyotta bu birinchi umumiy yig'in, ikkinchi umumiy yig'in, uchinchi umumiy yig'in, to'rtinchi ba'zi vaqtlarda ikkinchi umumiy yig'inni aytib muhim bo'lib qolgan vaqtlar bor, xatolashmasam. Ba'zida to'rtinchi umumiy yig'ini aytib muhim bo'lib qolgan vaqtlar bor. Esimda bor, xatolashmasam, mana shu qizlar miyasi uzun safar vaqtida bir yig'ini bor. To'rtinchi umumiy yig'ini bu deyman. Shu Zunyi degan yerda ichilgan. Shu to'rtinchisi bu deyman. Shunday vaqtlarda u hammasi o'xshamaydi. Ammo bu 3-chi umumiy yig'ini
endi Xitoy eng namratlaşkan, Mao'zedong o'lgandan keyin Xitoy Kommunistik partiyasi yo'lni qayoqqa tutish. Bu Xitoy bilinmayotgan vaqt. Undan keyin Xitoy fuqarolarimi 78-yillargacha yoki Xitoyning ishg'oliyatidagi biz Sharq Turkistonda mening esimdami bor u kunlar va Tibetlar deymiz qolganlar hamma odamning qo'sig'i osh to'ymaydigan vaqt. Raq bilet, go'sht bilet, sopun bilet, şike bilet, hammasi bilet vaqtları tekib tugamagan. Shuning uchun Mao'zedong o'ldi. Masalan, men Uyg'urlarni desam, men shu vaqtda qo'mildim. Mao'zedong o'lgandan keyin 9-oyning 18-i deyman. Qo'mildan keyin shahar ichida bir cho'ng maydon bordi. Shu yerga butun odamlarni yig'di, ijod jamiyatlarniki. Men boshqalarni ham bak ta'sir qilmagan, ammo bir Uyg'ur ayolninki yig'lab hushidan ketgani 3 qitim. Shu esimdan chiqmaydi. Endi nima uchun bular yig'lab hushidan ketadi desa, odamlar nodon tutganligidan, hattoki Uyg'urning ichidagi ba'zi nodonlarmi Mao'zedong o'lib qoldi, bu dunyoda qanday bo'lar, oxir zamon bo'larmi, buni nega mangdi degan shunchalik cho'ng andishda. Ham bir e'tiqodi bor, bir madaniyati bor Uyg'urning ki ba'zilari shu holatga kelib qolgan bo'lsa, Xitoyninki u vaqtdagi holati texmo bu ruhiy jihatda hammasi quruq. Mushunda bir vaqtida Xitoy 78-yili qanchinchi oyda unutib qoldim. 3-umumiy yig'inni ichib, Deng Xiaoping shu 3-umumiy yig'inida bundan keyin biz ishni ichib etimiz, islohot qilamiz dedi. Shuning bilan uning keyindan kagini ishni ichiyotgani Xitoylar birinchi qitim dunyoning sirtini ko'rishni boshladi. Xitoy ishg'oliyatidagi Uyg'urlarmi sirtqi dunyoni Sovetdan kelgan yoki O'rta Osiyodan kelgan urug' tuqqanlari orqali buni ko'rdi. Mana degan vaqtida shu vaqtlarda masalan Uyg'urlar 62-yildagi G'ulja, Altay, Cho'chak, Qashqashdan keyin butun O'rta Osiyo hamda bizning birinchi sirtqi dunyomiz shu vaqtlarda O'rta Osiyo yoki Matara. Shuning uchun biz shu vaqtida birinchi qitim shuni ichiyotgandan keyin urug' tuqqanlarning hayot yoki o'lgan mana degan vaqtida bugungi biz g'arb dunyoda yashayotgan Uyg'urlarga o'xshash birinchi qitim urug' biz hozircha bilamidik. Hozirgacha men urug' tuqqanlarimning hayot yoki nem bo'lganligini bilmayapman. Ammo Uyg'urlar shu vaqtida 62dan 78ga hisoblasak qancha yil bo'ldi? 16 yil. 16 yil. 16 yildan keyin mana deganda o'zining urug' tuqqanlarining hayot yoki o'lganligini, uningdan keyin mana degan vaqtida 78dan keyin masalan mening esimda bor, uning oldida masalan Pasha Ishonning naqshlarini qo'ymasdi. Faqat ilqi inqilobiy naqshlar vardı Uyg'ur radiolarida. Qizil naqshlar. Qizil naqshlar. Uningdan keyin Pasha Ishonning naqshlari, burunqi koni Uyg'ur naqshlar, Livanyalar deymiz, Adarxon deymiz, shu naqshlar qayta qo'yilishga boshladi. Bizda mandan narsim baka degan masalan radiolar anglaydiganlar men shu vaqtda shuningdan bizda manda naqshlar baka go'zal deb ularni his qilishga boshladim men bir kichik ol bo'lgandi. Shuning uchun menda deganda qisqartib aytsam 3-umumiy Xitoyning bu yig'indan keyin Xitoy fuqarosi va Xitoy ishg'oliyatidagi xalqlarning hammasi tuyuqsiz bir qorong'uda tug'an insonlar derazaning pardani hammani ichayotgandan keyin ma qo'yash amaliyotda ma talada chiroqning ostida yashab kelgan odamlar tuyuqsiz ochgandiki derazani quyosh nurini ko'rib Pek noçken o deb. Aslida mandan bir dunyo ekan deb bu dunyoni yeni bir ko'ringan dunyoni shu 3-Xitoyning umumiy yig'iniga bog'liganligidan bo'libmi Xitoy ziyolilari hattoki ba'zi biz Uyg'urlarningmi turmaga solinganlarni shu vaqtida qo'yib berdi. Ba'zilar buning Xitoyning hiylagarligini bilgan bo'lsa, yana bir turkumlari
3. umum yig'indan keyin biz ozod bo'ldik deb madhiya aytganlar bo'ldi. Bular ozdir ko'pdir xalqqa ta'sir qiladi. Shuning bilan 3. umum yig'in degan uning qanchinchi qurultayning 3. umum yig'ini hech kim surishtirmaydi, ammo 3. umum yig'in desa bu bir shu qorong'uda yashagan xalqlar uchun bir yangi bir nur, yorug'lik ekan. Shuning bir boshlanish, shuning bir o'zgartish hamil deb to'nganligidan 3. umum yig'in alayida bir muhimlikni egalladi. Endi o 78'deki 3. yig'in bilan bugungi 2024 hozirgi Xitoyning sharoiti mana degan vaqtida yana shu 78ning oldidagi sharoitga o'xshash bir xil muhit shakllanyapti. Mayli Xitoy bo'lsin, ham biz Uyg'urlarga o iniq. Ya madaniyat inqilobi deyli, mayli madaniyat inqilobi bo'lsin, ya uning oldidagi bostirishlar bo'lsin, bizga uningdan ig'ir bir kunlar biz keldik. Ko'ryapmiz, shu ig'ir kunlarni yashayapmiz biz. Shuning uchun bizga bu kun bo'ldi. Xitoylarmi bizdek ig'ir bo'lmasimi, bizdek milliy qirg'inchilik uchirmagan bo'lsimi, ammo Xitoylarmi bu qorong'ulik yana qaytib kelib, perdening tushayotganini ko'rdi. Bu perdening tushayotganini ko'rdi. Ko'rgandan keyin bu perdening tushishini qachondan boshildi deganda, Xi Jinping 2016'da Xitoyga sekretar bo'lishga boshlagan bo'lsa, ya 2014'da 2013'ning oxiri. 13'ning oxiri, 14. Xi Jinping azroq huquqni mukammallab olgandan keyin bu perdening tushishini ko'rdi. Biz 2014-15'lar boshlar ko'rishga boshlagan bo'lsak, Xitoylar 2016-17'niki bo'libmi, o pandemik qamal qilishdan boshlab Xitoy bu perdening qayta tushayotganini his qilib boshlandi. His qilib, shuning bilan bu Xitoylarni qo'rqishga boshladi. Shuningga hamda 3. umum yig'in degandan keyin odamlarga shu zaman 78'deki 3. umum yig'inni ikkisini bog'lash bir yerga keldi. Shuning bilan hammadan buningdan umid kutdi. Aql so'rilgan siri umid cho'ngib mangdi. Nima desa, aql so'rilgan siri Xitoyda zo'r bir turkum, hozir ba'zi Uyg'urlarimizni agishyapti. Endi Xitoylar Ting Tongshi deydi. O nima degan gap desa, burun Xitoyning kim shu o'rda podshohlik davrida podshoh oqshimisi bir kenizakning uyiga kirib ketsa, uning ikki aqta o'tgan vaziri olamlari ishning yanida turdi ekan kechicha. Bir vaqt to'shqandan keyin podshoh aliylari damaslar deb vaqiraydi ekanda ular. Yana uzungan siri o ovozini chingaytib mangdi ekan. Hamda ular ash qulug'ini ishga ne qilib turib, taqab turib, uning ichidagi ovozini anglab faraz qiladiganlari. Podshoh favqulodda bir ish bo'lib qolsa, shu yerga kirib qutuldirimiz deydi yoki boshqa. Bu nima deganda o'rdining ichidagi bu ahvollarni faraz qilish, qulug'ida tingishib olganlarni analiz qilish. Shuning bilan aql surilgan siri Xitoyning bu yig'ini ashunda faraz qildiganlar jiqib ketdi. Albatta buning ichidan orzusimi bor. O'zgarishdi, bir o'zgarish bo'ldi. Yardım ma'lum ikki jihatdan sir tashqi dunyodagi kuzatuvchilar, iqtisodshunoslarning bu yig'indan kutadigan umidi ko'pkan. Xitoyning iqtisodidagi bekinlikka qarab ma'amdo, ichilishga qarab ma'amdo, undan keyin ayam siz degandek yalaqa Xitoyning siyosatlari kelgusi haqida qol soldigan nurg'un chet ellik tadqiqotchilar bor. Har qaysi davlatlarda Bu yerda hamda chet elliklarning bo'lishi bularmi shuningdan bir xil 3. umum yig'inga alayda bir umid bilan qaraydi. To'g'ri. Chunki chet elliklarning umid kutishi, masalan, Amerikada, Italiya yoki Yevropada hozir mal bahosi hamma yerda o'rlab minyapti. Bu o'rlashning sababi nima? Birisi Ukraina urushi, birisi Janubiy Osiyodagi
to'qinishlar, masalan Filippin, Tayvan masalasidagi to'qinishlar Xitoy bilan, hammasi Xitoy bilan munosabatli. Ham Xitoy davlat ichidagi iqtisodiy krizislar, bular hammasi dunyoning bozoriga ta'sir ko'rsatyapti. Bu ta'sir bilan hammadan Xitoyni bo'lsa, bo'libmi kapitalistlar, cho'ng davlatlarningki, hammasi bo'lsa Xitoy yana shu Hu Jintaoning davrida bo'lmi deyganda yoki Jiang Zeminning davrida hammadan beshinchi pul topadigan, boshqa ishlar bilan kar yo'q bo'ldigan, biz xalqaradan bo'lgan kapitalistlarni kunida shu pul topalaydigan, qo'shal yuradigan, shu davr qaytib kelsa degan ma umid hammadanda. Xalqaradami shu umid? Xitoyning davlat ichidami shu umid? Shuning uchun bu yerda azon emgak kuchi, ha bu hammasi siyaset, itibar siyaset. E'tibor. Shuningga bu yig'in shu sabablardan nihoyatda muhim bo'lib qolganligininki tutki omillar. Endi vaqtimizning 20 tugaydapti. Bu yig'inda asosiy iqtisodiy siyosatlar muhokama qilindi ekanligi bilishimcha. Bu yig'inda boshqa masalalar muhokama qilindi. Asosli bu yig'inda nimalar muhokama qilindi bu 3-umumiy yig'inda? Ikki asos tema. Birisi siyosat, birisi iqtisod. Hamda bizning 1 soatning ichida konkret ichiga inchiklab kirib kelsak vaqtimiz yetmaydi. Birisi siyosat, birisi iqtisod. Chunki bu ikkisi Xitoyning kelgusi va dunyoga ta'sir ko'rsatadi. Xitoy mayli biz e'tirof qilaylik, qilmaylik, hozir Amerikadan qolsa ikkinchi cho'ng davlat. Xalqaro bir-birisi bilan davlatlar aro munosabat bir-birisi bilan zichlashib ketgan. Bo'libmi, oldingi asrning oxiridan boshlanib, ma asrning 5-i, 10 yil jarayonida xalqaroninki Xitoyga bo'lgan yo'lnishi, ularga bo'lgan beqindiligi nihoyatda ishib ketgan. Mayli Amerika bo'lsin, mayli Yevropa bo'lsin. Masalan, Amerikaning hozir siz Amerikaning bir savdo saroyiga kirib, Xitoyda ishlamagan bir oyoq olma desangiz, hozir xeyli oson bo'lib qoldi. Masalan, Hindistonning bor, Braziliyaning bor, Italiyaning bor, bu davlatlar. Masalan, 5-10 yilning oldida siz har qanday Amerikadagi bir kiyim-kechak do'koniga kirib, Xitoy ishlamagan kiyim olma desangiz, 2 soatda ya topalaysiz, ya topolmaysiz. Yani 4-5 yıl deptim, 5-10 yıldan aldıdan herhangi bağallam soğuk alamada ötendikilerge. Şunca izlep tekşürüp ağın dersi yine Xitay'dan çıkıp kaldı ki. Şu. Mesela ben Amerika garajdan bo'lgan vaqtim 4 ayning 18-i 2013. Shu vaqtida mening ishxonadagi boshlig'im bir peshqadam jang ofitser bo'lgan deb dedi, Elshad biz seni tabriklaymiz deb. Shunga men dedim, o bilma ularninki qanday tabriklaydiganini. Shunga men dedim, hargiz Xitoydan chiqqan mahsulotni yeb qolmanglar menga desam bo'ldi dedi. Shunga men o qasam berib qaytib kelib ishxonaga kirsam, bular hammasi tayyor qilib qo'yibdi. Shunga boshlig'im Amerikaning bayrog'i iznakni ilib degan gapi, hech bir Amerikaning o'zining ishligini topolmadim. Ma korrupsiyaga Xitoyda ishlagan debdi, ammo bayroq o'ziga demabdi, ma kichik iznak bayroqqa. Shunga hamda buni Amerika ishlagan deb tushunib oldim. Eshad baq keyinga topolmadim dedi. Ammo menda degan vaqtda Amerikaning bayrog'ini mo Xitoyda ishlaydi degan gap. Mandalar dedi, hamda oddiylashtirib ketgan. Shuning uchun İslam devletindeki ayarlarının, kızlarının atıdığan yağlıkları, hicapları, Şu hammasi shu. Shuningda bu hammasi Xitoydan chiqadigan bo'lsa, iqtisod bu bog'linib ketganligidan Xitoyningki siyosiy va Xitoyning iqtisodiy dunyoga ta'sir ko'rsatadigan darajaga yetdi. Hozir hamda biz ko'rayotgan shu malbaning o'rlab ketishi, bularning hammasi o Xitoy asosiy bo'lmasimi, ammo ma'lum darajada rol oynagan omillarning birisi. Shuning uchun bu Xitoyningki bu yig'inida
partiyasının yığını iki meseleni hal kılıdı. Birisi siyasi yönlüş, yani birisi iqtisadi yönlüş. Endi bu iki cihatte yenilik var mı dese, ben yenilikni görmedim. Bazılar deydi, inçkilep kirse, karısa badek göründü ama ben yenilikni görmedim. Siyasette, mesela, Ben mi görmedim? siyasette depti o, Xi Jinping başlık, Kompartiyanınki yönlünüş, kösetken strateji planı boyunca şu yönlünüş boyunca manımız depti. Bunun da yenilik yok. Gerçi ıslahat kılımız, davamlaştırımız diyen gap var. Bu ıslahatını ben elarak yana kayıt üçendirme. Islahatını çoğunkurlaştırırız da. Islahatını çoğunkurlaştırımız deydi. Onun denkin yanı birisi devlet bexatarligi en mühim dünya vaziyeti naiti davalgı vatkan Xitayga karşı güçlerinin en evcigi çıkan bir devirde biz devlet bexatarligini hemmeden aldık koyumuz dep, mühim dep, bunu hatta iqtisadını aldık koyuptu. Demek, siyasi cihatta Xitay'nın hazır yürgüzü vatkan, bu siyaseti özgürüş yok siyasette. Onun iki bir yerde yanı bir kız gap var. Mesela, Cungoçi zamanivilaştırış. Cungoçi zamanivilaştırışını devamlaştırmamız. Burun bolsa zamanivilaştırış derdi. Bu yerde zamanivilaştırışının Xitaycha ayrım boluduğunu bu bir alaydı bir iş. Ben aldığı vaxtıda yanılı şu, Xitay özünün düşengen zamanıvi boyçmanımız dedi. Hem de iqtisadı kelsek, en mühimi iqtisad demokrat ellerde, kapital ellerde hükümet amalının barıça azarlışış yaki arlaşmaslıktaydı. Erkin bazar. Erkin bazar. Her kandan nersini bazağa koyup veriş, baza öz tanışaydı, mal bağısının bazağa tanışaydı, hem benimini bazağa tanışaydı. Hazırki Amerika'daki ameliyatda Amerika'daki demokrat ile Republikanların ikisinin arasındaki cidalının bu meşerde azırak yeri var. Demokratlardaydı, demokratlardaydı, azırak arılışaylı bazağadaydı. Mesela 2008'deki kriziste bazı çoğun bankalarını Amerika hükümet pul töylep ulanı kutuldurup kaldı. Ama hakiki kapitalizmde deydi, o vayran buluş gerek deydi. Ona biz kutulduruş. Ne için devlet? Çünkü devletin pulu bizden töylegen bajdan kilidi. Bajdan kilidi. Ne için biz ulanı kutuldurumuz kapitalistlarını deydi. Benim bejim bilen kapitalistlarını jüleyse, ziyantası töleydikense paydı tapsı bizgi bir emti. Bizgi bir emtindeydi. Şunun için meyede bu neresi var. Hem de onunla bekçik ötüp ketmeyli. Cumhuriyetçiler şunu deydi. Demokratlar deydi. Onu yölümüsek o veyranı bulsa puhranın pulu mu yok ap gitti deydi. Çünkü üyege o bankalar pul koygan aciz namıratlar var. Ulanın pulu işsizleşti. Hemen örüldü deydi. Şununla bu bir hem de kapitalizmdeki azrak arlaşmaslık mı? Bulanınki azrak arlaşmaslık talışışı. Ama Xitayda devlet kontrol kılış mı, kontrol kılmaslık mı? Hazır hikayeçe, manda degende 78'deki 3. umum yığından ta bugünküçe Xitayda talış vatkını devlet kontrollüğü kançilikte. Bir yerde bazanın kançiliği demez. Devlet kontrollüğünün kançiliği de. Kontrol kılamdık emez. Kançılık koyup birimiz. Kançılık koyup birimiz. Ma yakşı oldu. Ma yakşı söz oldu. Kançılık koyup birimiz. Kançılık koyup birimiz. Amerika'da olsa kançılık arlaşsak buluduğu en töven derecede arlaşaylığı deydi bula. Meyli arlaşaylı demeydi. Bula deydi. Azırak arlaşaylı deydi. Bu şu arlaşının ki ne misine deydi. Ama Xitay'daki kançılık koyup biriz. Bu mesele de menimce bu ketimki yığında yana yenilik yok. Çünkü aşağıda bir söz var, ben hatalaşmışsam. İktisadi devletninki kontrollüğünü yana devamlık küçeytimiz deydi. Küçeytimiz küçeytimiz diyen söz var. Ama iktisadını ravajlandırmamız, devlet işçideki iktisadi soğudunu tekimi küçeytimiz, halkara dünyasınınki tesirini azaytımız deydi.
xalqaro dunyosininki ta'sirini qanday qilganda azaytidi degan vaqtida iqtisodga davlat aralashib, davlat kontrol qilganda buni azayta oladi. Shuningga iqtisodiy jihatdanmi meningcha hech qanday bir cho'ng yo'q. Demak, bu yerda Xitoyning iqtisodni kontrol qilish, bozor egiligini qanchalik qo'yib berishda yana bir yangilik yo'q. Shi Jinpingninki mana degan vaqtida qo'yib berish tarif mangdi hozirgacha. Masalan, jiq shaxsiy shirkatlar vayron bo'ldi. Mayun bir necha yilning oldida degan butun dunyoda Elon Musk'ni shanxo o'qib yurgan dunyo sakinsida. Hozir o'zining nadiligini degandekmi dalanmaydi. Hatta ardına çıkartıp çay içip çıktı. Çay içip çıktı. Onundan başka shaxsiy shirkatlarning Huawei'mi necha yilning oldida osmonga pichoq otdi. Hozircha o'mi yo'qadi. O'mi nihoyatda tuvan. Demak, bozor, erkin bozor hozir tarif mingyotidi. Buning da Shi Jinpingning bu qitimqi yig'inda hech qanday bir o'zgarishni ko'rmadik. Bu yerda ilişatkan. O qitimqi yig'indagi dokladida asosliq deyilgan bir ziddiyatli gap bor. İslahat ve ishni etishni cho'nqurlashtiramiz degan gap bilan bozor ve kapitalni kontrol qilish. Bu bir paradoks, ziddiyatli narsa. İslahat ve ishni etishni cho'nqurlashtirsang, bozor ve kapitalni qo'yib o'tishing kerak. Ama bunun aksine bozor ve kapitalni kontrol qilamiz deydi. Hem islahat ve ishni etishni cho'nqurlashtiramiz deydi. Bu xil ziddiyatni qanday tushunish kerak? Bu Xitoyninki navbatdagi arsaldilik holatini ko'rsatdi. Chiqish yo'li topolmayotgan bir qatqoqqa petib qolgan holatni tushuntiradi. Buni siz qanday tushunasiz? Menimcha bu yerda masalan buningga ham qo'shib shu islohot degan so'zni tushuntirish to'g'ri keldi deb qarayman. Bu yerda Xitoy ikki xil signalni beryapti. Birisi ularning ip boradigan siyosati. Yana birisi xalqqa azroq umid berish ishg'oliyatidagi va Xitoyninki o'zining xalqiga. Xalqaro dunyosiga azroq bir ijobiy signal berish. Shuningga siz ko'rgan bozorni ichib o'tish xalqaro bilan o'si haqqa ko'rsatadigan chiroyli padas bu. Padas. Ama Shi Jinping'ninki o'zining ko'z qarashida ikkinchi qismi kontrol qilish, boshqarish, tangpongliqni saqlash, ya'ni tangpongliq degani Shi Jinpingdan boshlanib Bay bilan Namratninki bu oralig'idagi farqni asosan yo'qitma deydi. Yo'qitishning usuli nima? Bayninkini elib Namratlarga taqib berish. Bunday deganda yana madaniyat inqilobi yoki pomishlarni kurash qilishninki qaytib kelishi. Masalan, yana birisi kooperativlarni ba'zi yerlarda asli keltirdi hozir. Yer saraylaridagi kooperativni. Hatta yerlarni bizning vatanda masalan Uyg'urlarning yerini tortib olib, cho'ng shirkatlar, o shirkatlar Xitoy kommunistninki kontrolligidagi shirkatlar. Shular beryapti. Yana bir usuldagi kommunizm mana deganda. Uyg'urga kelmaydigan, Uyg'urni vayron qildigan, Xitoyni azroq o'smi bir qo'sg'in to'yg'izdigan bir kommunizm. Shuning uchun bu yerda masalan bu qitimqi yana bir narsasi burundan har qanday yig'inida, mayli 3-umumiy yig'indan tortib bugungacha qolgan yig'inlarda bozorning hal qilg'ish rolini joriy qildiramiz degan manda bir gapim bor edi. Bu qitimqi bayonotida bu yo'q. O gaplar yo'q. Bu gaplar yo'q. Demak, bozorninki, chunki bozor deganimiz hamda shu kapitalizmdagi erkin bozor. Bozorning hal qilg'ish roli degan nima deganda, mal bahosining bugun qancha bo'lishi bozorga qarash kerak. Hargiz hukumatninki yoki u buninkiga. Nima bijil piyoz keramsa, samsoq keramsa yoki olma tikamsa, u o'zingning dehqonninki. Sen bijil qarab beqib, samsoq nayt pul bo'lgan bo'lsa, yana kelar yilim pul bo'ladi deb terib, ziyon tasang o'zingning ishi.
Agar yaxshi pulga sata olsang, u o'zingning ishi. U bozor belgilaydi. Ammo bu ketim bu so'zmi yo'q. Burun batdi. Demak, bu yerda Xitoyning Xi Jinpingninki bu ketimki yig'indagi qilmadigini kommunizm, fundamentalizm. Ya'ni shuni asliga keltirish. Yana komuna hammadan tang osh qolsaqmi tang osh qolamiz, yutqichlarni hammadan tang kiydigan mushu xil ahvolni. Endi bu yerda sizning o zid degan gapingizga ergishib islohot degan so'zni jiqlar tahlil qilyotdi. Xitoylarni tahlil qilyotdi, g'arbliklarni tahlil qilyotdi. Yana islohotni davomli cho'nqurlashtiramiz deydi. Bu yerda islohot degan nima so'z? Islohot degan o'zgartish. Islohot degan hozirgi sistemaga bir boshqa o'zgartish kirgizish. Hozirgi bu sistemni o'zgartgandan keyin yangi bo'lamdi, yangi bo'ladi. Ammo bu qanday yangi degan mana bir savol bo'lishi kerak. Yangili desa, masalan, ma fashion industry, yana nima deymiz Uyg'urcha? Moda sanatidan Moda sanatidan-da. Bugun kostyumburlik kiyimiz, moda sanati qayda bo'lsa. Moda sanati. Hammamiz kostyumburlikka doppa kiyimiz. Bir mezgildan keyin o kostyumburlik qilib oddiy bir kiyimlar bilan kiydigan bo'lamiz. 20 yil, 30 yil o'tgandan keyin yana doppani qaytadan kiyishni boshlagan, yangilik bo'landi, u avlodga yangi tuyuldi. Ammo lekin o tarixda o'tgan bir kona. Endi mening bu yerda nima demoqchi degan vaqtida Xitoy 78-yildagi boshlangan islohoti dunyoning taraqqiyotini ergashgan islohot bo'lsa, Xi Jinpingning hozirgi islohoti Mao Zedongning davridagi kommunizmning kommunizmni asliga keltirish yoki uni yana jirag'ara qilsak, g'arb dunyosida ba'zida Leninizm kommunizm deydi. Leninchi kommunizm. Lenin 1917-yili oktyabr atalmış oktyabr inqilobida hokimiyat siyosiy o'zgarish qilib hokimiyatni olgandan keyin qiyinchilik bo'ldi. 23-yilgacha 1900. 24dan keyin Lenin yangi iqtisodiy siyosat degan bir siyosat yurgizdi. New economic deydi. Yangi iqtisodiyda. Bu siyosat nima desa, Deng Xiaopingning 78-yildagi yurgizgan yerim bozor egiligini taraqqiy qildirish. Yana shu vaqtida Rusning dehqonlarga ya'ni terib, bozorga chiqib, satsang bo'ladi deb, undan keyin shahar kichik korxonchilarni sen taraqqiy qilsang bo'ladi deydi. Shu vaqtida hozirgi Amerikaning Ford mashinaningki taraqqiy qiluvchisi Ford degan adam berib Lenin bilan ko'rishib, birinchi Amerikaning mashin zavodini Sovet qurgan. 25-26-yillari. 20-yillar. Shu 20-yillarda. Mening o'qigan materialga qaraganda shu vaqtda sotsializm kapitalizmning o'rnini oldigan ishonchlik bir iqtisodiy tuzum bo'lalamdi degan munozarani qo'zg'abdi ekan dunyoda. Sovetniki endisi shu vaqtda vaqtli g'alaba qilgandan keyin nurg'un ishlarda qiziqish qo'zg'abdi ekan. Shuning bilan hamda mana degan vaqtida keyindagi atalmış islohot Deng Xiaopingninki mana deganda shu Leninninki 20-yildagi 24dan boshlagan shu siyosatini yana bir qatim kopiya qilib baxdi. O islohot deb biz islohot deb tushundik, yangilik deb tushundik. Ammo amaliyotda o yer masrining oldida yoki yer masrining oldida desak bo'ladi, 78dan 24gacha. Bir bo'lgan narsa. Biz sinab ko'rgan. Keyinda Stalin uni xato deb Stalin butunlay o Leninning o siyosatini 28ga kelganda butunlay tozalab chiqarib o'tgan. O siyosat kapitalizm deb. Hozir Xi Jinpingning qilayotgani naq Stalinninki 1928-yildagi Leninning siyosatini inkor qilish
Shuning uchun mana degan vaqtida bu yerda bir qiziq narsa bor. Umum yig'ini ichilib bir kundan keyin hozirgi davrning islohotchisi Shi Jinping degan bir cho'ng maqol chiqqan. Ammo u maqolni 3 kundan keyin ivatdi butun Xitoyda. Bunga har xil ko'z qarashlar bor. Shaxsan meningcha Shi Jinping o'zini Deng Xiaopingga o'xshatgan bu islohot hukmni u to'g'ri ko'rmadi. Chunki yozuvchininki o'yida Shi Jinpingni Deng Xiaopingninkidek mundaq bir islohot dedi. Ammo Shi Jinpingninki kallasini kutgani Stalinning islohoti. Yana 24-yili Lenin 17dan 24ning oralig'idagi mang'uzgan o namrat kommunizm yoki bekimidagi kommunizm aniga qaytma dedi. Shuning uchun bu yerda islohot desalar biz ba'zi inqilob desa, men yaqinda shu atalg'ularni mijik o'ylaydigan bo'ldim. Inqilob desa biz ijobiy deb qaraymiz. Ammo inqilob har doim ijobiy emas. Inqilob ba'zi vaqtlarda qon u bo'la bilan yaxshi oqibatni ib kelalishi mumkin. Masalan, oktyabr inqilobi nimani olib keldi? Dunyoga balo ofat olib keldi. Bizning bugungi taqdirimizmi shu oktyabr inqilobininki ta'siri bor deb qarayman men. Leninning Xitoyni yo'lishi, Stalinning kommunistlarni yo'lishi, shuni bilan oxirisi bizning taqdirimizmi shu inqilobninki. Fransiya inqilobi deydi. Bu inqilob nimani olib keldi? Barobarlikni olib keldi. Fransiya inqilobi birinchi bo'lib din bilan hokimiyatni o'rgatgan siyosatni, oqsumaklarniki alayli imtiyozlarni amaldan qoldirgan. Bu jihatlardan o inqilob mana deganda ijobiy tarafi bor. Ammo lekin keyinda Robespierre'ninki davri kelgan vaqtida bakchiq begunoh odamlarning qon to'kilgan, gumon qilgan odamlar hammani ochiqlar bu aksli inqilobchi deb o'ltirgan. Shuninga bu yerda inqilob to'g'riliq tushib qoldim, ammo qaytib kelib yana islohot desalar biz uni hammani ijobiy deb tushunishimiz menimcha bu xato. Shuning uchun dunyoda jiq odam, ammo bu nima uchun bunda odamlar islohot desa, nayt xo'shallik bilan buni bir xil tasavvur qilib analiz qildi deganda odamlar yerib qoldi. Shi Jinpingning bu siyosatidan qo'rqdi. Andishi bor. Shuning uchun hammadan islohot desa, voy, bu bir yana bir ichvasiga va azroq deb olsak, mayli balkim ishg'oliyat ostidagi Uyg'urlarmi shunda bir o'zgarishning bo'lishini kutayotgan bo'lishi mumkin. Garchi o'zining taqdirida cho'ng o'zgarish bo'lamizmi? 78'dak bir desak yoki bir chet eldagi urug' tuqinimizning tirik hayotligini vatan ishchiligi bir bilib olsak deydigan manda bir narsa bilan bu islohotdan umidni cho'ng kutdi. Bu yerdagi Xitoyninki bu yerdagi islohotni cho'nqurlashtirishni 78'dan keyin boshlangan Deng Xiaopingning islohotini cho'nqurlashtirish emas, Shi Jinpingning umidin yo'liqqan masalalarni hal qilish uchun başka bir o'zgartishni, ya'ni taxmo aniq aytsak Stalinninki 1920'lardagi siyosatini qaytadan tatbiqlashni ko'rsatdi deb tushunsak bo'ldi ekanda. Shunday deb tushunaman. Shaxsan men shunday analiz qilman. Chunki bu yerda yana bir narsa bor. 1928dan keyin Leninning bu iqtisodiy o'zgarishni siyosatini, islohot siyosatini hamda ichib etish, umi yangi bir xil ichib etish. Shu siyosatini inkor qilishlar Stalin 29gacha butun o'zining dushmanlarini hammani tozalaydi. Bu yerda Shi Jinpingnikiga mana o'xshashlik bor. Shu vaqtida 29da masalan biz bildigan Sulton G'oliyevni xatolashmasam birinchi qatim turmaga so'lgan vaqti 28. O'ziga qarshi chiqqan hamma kuchlarni tozalab, uningdan keyin Sovetni sanoatlashtirishni boshlaydi Stalin. Shu sanoatlashishninki hozirgi jiqlar bu sanoatlashtirishninki uni qanchalik odamning o'lganligi, tozalashni qanchalik ularni qarib qo'yib jiq odamlar Stalinning 2. dunyo urushida
Hitler'ni yengenligi, Sovet Kızıl Armiyasının aitli uluqlığını şunu gördü. Şunun Stalin'ga hazırgıç çokunduğanlar var. Menimce Xi Jinping mu Stalin'ga boğan bir çokunuşu bağlışı mümkün. Şununla bu yerdeki Xi Jinping'in ıslahatı nak şu Stalin'ninki Sovyetni mana deganda jiqla kommunistlarning ko'pinchisi Stalinni kommunizmni eng kuchlantirgan deb qaraydi hozirgacha. Chunki Amerika bilan tang qilgan. Stalinda Ikkinchi dunyo urushidan foydalanib Rooseveltning yordami bilan Amerikaning bu yerdami o'xshashlik bor. Tarixda ajoyib bir nemizlari bor, o'xshamligi. Shu vaqtda tarix takrorlikdan iborat. Amerika bütün Sovyet Kızıl Armiyasiga tankidan tortib mashinaning chaqig'icha hamma nimani berdi. Shuna bilan Sovyet Kızıl Armiyasi oxirisi bütün Sharqiy Yevropani hammani egallash va Shimoliy Koreya, Xitoy bu yerlarning hammasini Vyetnamdan tortib Xitoyning Sovyetninki qo'yniga kirib ketdi. Shuna bilan Amerikaga birinchi qatim dunyoda cho'ng bir o'ziga dushmanni Amerika o'zi yetishtirgan shu vaqtda. O düşmanlık 91'deki Sovyet'nin oluşu bilen ayaklaştı ama o güçlük Sovyet'ni kim kurdu dese Cikadan Stalin'ni kurdu deydi. Kurguçusu deydi. Şunun için hazır Xi Jinping mu Amerika'nın yardımı bilen şunda güçlendi. Deng Xiaoping geldi Amerika'ya işini açtık dedi. Amerika bağdı, bazarını saldı, zavutlarını saldı, Xitay'ını güçlendirdi. Bana bugünkü gün kelgen vaqtida Amerikaga yana bir Sovyet'ten kuchlik bir düşman paydo bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi islohotni biz o'zimizning orzuyi bilan emas, Xi Jinping'ninki tafakkur usuli orqali analiz qilsak, menimcha shaxsan mening ko'z qarashimda bu to'g'ri bo'lishini atayin, ammo shu tarafga qarab manganligi xeyli asosli deb qarayman. Shundoq tushunsak, biraz to'g'ri amaliyotga uyg'un tushungan bo'ldik ekanmiz. Chunki bir tarafdan bozorni kontrol qilaman deydi, davlatchi siyosatlarni qo'llanyapti. Ammo yana bir tarafdan islohotni cho'nqurlashtirmay deydi. Bu yerdagi islohot cho'qimki Deng Xiaoping degan islohot emas. Xi Jinpingning o'zining kallasidagi bir islohot bo'lishi kerakki, shundoq bo'lgan vaqtda bu chog'da islohot degan so'zniki biz umid qilgandek emas, boshqa bir ma'noda ekanligini bilalaydi ekanmiz. Ham bundoq tushungan vaqtimizda ondan bozorni kontrol qilish, kapitalni kontrol qilish degan so'z bilan buni moslashtirib olaydi ekanmiz. Shundoq, o'z vaqtida Stalin shu so'zlarni ishlatgan, sirtqi dushmanlarninki Sovetni qilgan tahdidni to'sash uchun biz bozorni kontrol qilamiz, kapitalni kontrol qilamiz. Shu vaqtdagi masalan, shu vaqtda Sovet Ispaniya ishga urushida Ispaniyaga yordam qilgan. Havo armiyasini tartib, havo armiyasi o'zi qo'shiq shu vaqtlarda. Hozir Xitoy Rusga yordam qilyapti Ukraina urushida. Bütün endi Xitoyning qo'shig'i u vaqtdagidek Sovetdagidek emas, ammo o'xshash yordam qilyapti. Yana bu yerda tarixning o'xshashligi bor, ammo o butunlay o'z ayni andiz bo'yicha takrorlanish emas, yangi bir nusxada, yangi bir davrdagi nusxasi bilan ko'rinyapti. Bu yerda bu qatimqi yig'inninki bayonotiga qaraganda mening his qilganim shaxsan yig'indan keyin e'lon qilgan Gongbao deb Xitoycha o'rtaq bir doklad chiqdi yig'indan keyin. Bunun İngilizcesini okudum, Xitoycasını o'zini o'qimadim. Buningdagi mazmunlarga qaraganda bu qatimqi yig'inda Xitoy o'zidagi ichki iqtisodiy masalalarni, krizislarni hal qilishdan bakrak tashqi raqobatga taqobil turishga markazlashgandek qiladi. Ya'ni masalan, hozir Xitoyningki ichki hukumat qarzi %400 eshib ketaylik yillardan buyon. Buni asosliqi Xitoydagi yerlik hukumatlar yer setish orqali to'ldirishga tirishib kelgan, ammo yerlarni setilib, hukumat ilkidagi yerlarni
nurg'un yerlardan az qolgan yerlik hukumatninki qo'lidagi yerlar. Ama bu yig'inda bu to'g'riliq bir ijobiy narsa yo'q, siz bayon degandek yengillik yo'q. Asosliq ta'kidlangani shu quyosh energiyasini taraqqiy qildirish, sun'iy aqlni taraqqiy qildirish, ondan keyin shu to'liq avtomobillarni taraqqiy qildirish degan gaplar ko'proq uchraydi. Siz buni qanday qaraysiz? Menimcha bu qitimki yig'inda ta'kidligini taraqqiy qildirmoqchi yo'g'ini yangi bir avlod uchur texnikasi deydi. Undan keyin AI yana sun'iy aql taraqqiyoti. Undan keyin havo olam bo'shlig'i texnikasi. Undan keyin yangi material deydi. Yangi material undan keyin quyosh energiyasi, yangi energiya, yangi material. Yangi energiya menimcha shu quyosh energiyasi yoki boshqa hozirgi fossil fuel deymiz bu. Shu neft bu bilimlarning o'rniga bir yangi bir energiya yetishtirish. Uningdan boshqasi yana bir ta'kidligini yuqori texnikalik uskunlar deydi. Yuqori texnikalik uskunlar menimcha masalan Xitoyninki tez suratli poyezdlarninki ba'zi bir nazuk motor deymiz, injin, mushu narsalari yana import qiladi. Aeroplanning bu Xitoyning bu yerda davatqani yuqori texnikalik uskunlar menimcha mushularni ko'rsatadi. Undan keyin bio doktor davolanish nima deymiz Uyg'urcha biotexnika, biologiya. Biologiya tadqiqot doktor davolash. Undan keyin quantum texnikasi qatorliq bu yerda qatorliq deb bo'lib keyinda mana bir so'z bor. Strategiyalik sanoatlar. Strategiyalik sanoatlarni taraqqiy qildirish, buningga mablag' selish, kuchaytirish. Bu butunlay sirtqi qaratgan. Bularning hammasi xalqaro bozorda raqobat va harbiyga ishlatgani bo'ladigan texnikalar. Bu demak nima degan vaqtida endi yig'in chaqlab, abay siyosat, iqtisodiy yangilik yo'q dedik. Endi agar yangilik bor desak, nima bor deganda sirtqi qaratgan, ishchiga qaratgan siyosatning ichida birinchisi sirtqi qaratgani yanala harbiy texnikaga, harbiy sanoatiga taraqqiy qildirishga zo'r ta'sir ko'rsatadigan mushu abay degan 8 deyman. Yuqori fan texnikadagi sohalarga mablag' selish, buni kuchaytirish. Yana demak Xitoyning maqsadi yanala o'ziningki hozirgi dunyoga tengayotgan Xitoy sistemasini zo'rlab tengish uchun harbiy kuchini kuchaytirish, yana Amerika bilan xo'jayinlikni, yer sharining xo'jayinligini talashish bu ko'rishini yana davomlashtirmaydigini. Bu Xi Jinpingcha islohotninki yana bir sirtqi ko'rinishi. Sirtqi ko'rinishi. Endi Xitoy davlat ishchiga yangilik bormi desa, mening ko'rganim ikki yangilik. Birisi pensiyaga chiqish yishini tadrijiy holda aql surishni amalga oshirish debdi. 2029gacha buni amaliylashtirish. Yana birisi uy mulk bojni amaliylashtirish. Bu nima deganda abay siz dedingiz. Hozir hukumat yerlarni sotadiganini setib hammani qildi, ammo yana sotqidak ya bor. Xitoyning davlat qonuni bo'yicha yana hammasi Xitoyning hukumati. Shuningki, sotmasa ham sotalaydi. Dehqonni uydan qo'g'lab chiqarib ketgansa, ammo uningda pul topadigan baza o'lik bo'lganiki, u pul topolmaydi hozir. Uyning sahasi barbat, shunga. Shuning uchun qanday qildi deganda, masalan siz bir uyni setib oldingiz, Xitoyning qonunicha 70 yillik u uyninki ig'dorchiligi sizda. Ya sizning emas, ammo ustiga solgan 4 ton o'giz 70 yilgacha sizga. Ammo siz mana degan vaqtda amaliyotda siz uni ijaraga oldingiz. Bolangiz 70 yosh ko'rsangiz, 70 yoshdan qisqa yoshsangiz, bolalaringiz qoldira olasiz, ammo 70 yildan keyin tatib olaman desa, tatib ola oladi. İcaraga baş to'laysiz. Bu endi yerlik hukumatlarning azroq yana bir kirimini. Endi qachon 2029gacha deydi. Bu bir yangilik.
ameliyatda yengillikmi emas. Buni davatqini xeyli bo'ldi. Endi amaliyalashtiramiz deydi. Ama en yengiligi pensiya yeshini aql surish. Yana 65 yaş deganda qilibdi. Hozirgi siyosat bo'yicha erlar 60 yoshda pensiyaga chiqish. 62 mi hazır? 60 Xitoyning. 60. 60. Erlar 60 yosh. Ayollar kadr bo'lsa 55 yoshda, xizmatchi bo'lsa, ishchi bo'lsa 50 yoshida pensiyaga chiqish. Bu hozirgi g'arb o'lcham bo'yicha alohida bir kamsitishda kadr 55 yoshda ayollarni. Xitoyning erlariga u yo'q endi. Xi Jinping 70 kirdi-ku, 70 dan ishlayapti. Ham buning nima uchun bu yangilik ham eng talishayotgan hozir to'rlarda Xitoyninkida mushu masala pensiyaga chiqish. Kadrlar uchun Xitoyninki hukumatning ichidagi kadr amaldorlar uchun yilni aql surgan sari ularga omad. Kirim, foyda, imtiyoz hamma nima davomlashaverdi. Shuning uchun ularni 65 yoshda emas, 70-100 yosh pensiyaga chiqdisimi ular do'ppisini osmonga etib tabriklaydi. O'lib qolguncha ishlasam deydi. Chunki ularga hech qanday ziyon yo'q. Ammo zavod, korxonalarda ishlaydiganlarga 65 yosh o mana deganda bak yuqori. O bicharalar o to'xtamay ish izlash kerak. 65 yoshga to'shmag'icha pensiya maoshini ololmaysa degan gap. Ishlab shu yoshga to'shmag'icha o nihoyatda avorchilik. Shunaqa bandaldigan vaqtida bu fuqaroga ofat, amaldorga omad kelgan mana bir siyosat. Shuningga Xitoyning to'rbatlarida talishayotgani ma'u. Qag'ini bilan ishga fuqarolar parvoyi belak. Shuning uchun endi buningda yengillik yoki bir azroq bo'lgani nima desa, mushu ikki masala. Birsi, yani davomli sirtqi dunyoni dushman ko'rish, shuning uchun harbiy kuchini oshirish, dunyoga xo'ja bo'lish nishoni, ishki jihatdan fuqaroni bo'libmi eng tuvan qatlamdagi kishilarni texmo talon-taroj qilish, ulardan texmichi foyda olish. Bunu ma'lum bendim. Mao Zedong davriga o'xshatishga bo'ldi ekan deb qoldim. Shu vaqtdami 60-yillarda Xitoyda ocharchilikdan bek ko'p inson o'lgan. 15 milyon deydik adaydiganlar bor ekan. Shuncha insonlarning o'lishiga qaramay yana yadro planni taraqqiy qildirib, Xitoy shu mezgilda atom bombasiga ega bo'lgan. Shunga Xi Jinping hozir kishilarningki turmushi bilan o'ylashmay davlatningki harbiy kuchini oshirishni ko'zlayotgan bo'lsa kerak. Shundoq. Shuningga men uning islohotini abay degandek siz bilan analiz qildik. Xi Jinpingning islohoti yaqinga Xitoy o'zininkiga Mao Zedongning davrini o'rnak qilish, uningdan ishish Xi Jinpingniki. Chunki bu bir yangi davr, Mao Zedongning davri emas. Shuning uchun Mao Zedongningki ideologiyasi ammo usulda uningdan ishib ketadigan bir yangi narsani yaratish. Jira qaragan deganda kommunizmni ulga desa Stalinning davrini o'rnak qilgan Xi Jinpingning islohoti. Shunda desak, meningcha shaxsan mening analizim shu tarafga qaraydi. Siz bayan bu qatimqi yig'inda asosiy yangilik bor deyilsa, ishki yangilik bor deb yashamoqlarningki yeshining uzilishi, undan keyin yana bir masala qaytdi, unutib qoldim. Yana bir masala o'tirib qo'ydingiz. Da harbiyni yana davomli kuchaytirish. Strategik raqobatni kuchaytirish. Texnikalarni taraqqiy qildirishni tilga oldingiz. Bu qatimliq yig'inda nimalar qaror qilindi desak, nimalarni ko'zlaymiz endi bundan boshqa yoki mushlardan boshqa hammasi quruq gapmi? Menimcha bundan boshqa hammasi o'zgarish yo'q. Yana shu burunqini koni hikoya, yana shu konini takrorlash, marksizmni nazariyasi ammo uni yengilab, Xi Jinping ideologiyasi, Xi Jinpingning davlat boshqarish, masalan, bu yerda alohida degani yangi dunyo tuzilmasini ilgari surish.
yana. Mana degan vaqtida Xitoyninki o'yidagi dunyo tuzilmasini o'tirg'i qo'yish, Amerikaninkini gumron qilishda, o'rib o'tish. Biz yuqorida ilib bo'lgan muloyizdan shu Xitoyninki yig'inlaridan bak inib bir narsani his qilib bo'lmaydiganligini, bularninki siyosatlarininki yoshirin arqa sahnada shu podshoh Şeyh Hazretlerininki ta'limoti bo'yicha chiqarilganligini aytdik. Ammo men mavzuga bu yig'inda nimalar deyildi, nima qarorlar kelindi deb qo'ygan bo'lganligim uchun sizdan bu yig'inda nima qarorlar elindi degan savolni qayta so'radim. Ammo siz deb o'tgandek moyatlik bir narsa yo'q, men bu ko'rmadim. Bu yerda qaror desak, bu yig'in boshda biz bunga javobini amaliyotda yerim berib bo'ldik. Bu yig'inda qaror berilmaydi. Xi Jinpingning qaroriga qo'l ko'tarib berdi. Shuningga biz Xi Jinpingninki ideologiyasini dedik. Shu ideologiyalari, shu Xi Jinpingninki islohoti shu hamda qaror bo'lib chiqdi. Mana degan vaqtida da. Masalan, dedik sirtqi dunyonikiga. Mayda yana bir so'z bor. Dunyo yana xalqaro dunyosininki boshqarilishini tadrijiy holda boshqarilishiga tadrijiy holda yetakchilik qilamiz deydi. Yetakchilik qilamiz deydi. Xitoy dunyoning boshqarilishiga tadrijiy holda yetakchilik. Bu nima deydi? Yetakchilik degan gap men tuzayman deydi. Amerika emas deydi. Mana bu qaror. Dunyoning tuzilmasini, qoidasini men yetakchilik qilib tuzayman deydi. Burun hamda Rosvatdi, hozir Ros uksob qoldi Xi Jinpingning, uni ko'ryapmiz. Putin uninga kuch qilinadigan bo'ldi. Bunda bir sharoitda Xitoy shuningga Amerikani birdan-bir dushman, shuningga bu qarori shu ikki desak bo'ladi deb qarayman. Xo'sh. Ularda oxirgi yaqinlab qoldik bugungi suhbatimizdan keyin. Bu yig'in yoki bu yig'inda e'lon qilingan yoki e'lonlangan qarorlar Xitoyninki iqtisodiy taraqqiyoti qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin sizcha? Bir qur analiz qildik, iqtisodiy yangilik bormi deb yo'q dedik. Shuning uchun menimcha savollarimiz, javoblarimiz o'zaro kesishib ketadi hamda. Endi bu qitimki yig'in hech qanday bir yangilikni ko'ranmadi. Xalqaro dunyosi manbasidan BBC bilan New York Times'ninki Shkelsning maqolasi mush yig'in to'g'riliq o'qib baqdim. O'xshamagan ko'z qaradi. Asosan degani mablag' soldiganga bir muhitni yaratanmadi. Masalan, xalqaroniki yanada ta'kidlayotgani davlatning bexatarligi degandan keyin mablag' soldiganlar qo'rqidi buningda. Nima uchun degan vaqtida Xitoy hozir to'xtamay jasus tutyapti. Chet elliklarni uni jasus, buni jasus deb, hatto ba'zi shirkatlarninki u yerda topgan pulini Amerikaga akilamayapti. Amerikaning shirkatlari ruxsat qilmayapti chiqishga. Bu to'g'riliq hech qanday gap yo'q. Masalan, chet elning kirgan mablag'lariga erkin, manda kapolat qilamiz huquqiga, unda so'zlar yo'q. Shuning uchun menimcha bu yerda iqtisodiy jihatda iqtisodninki jonlanishi mablag' bilan bo'ladi. Bo'libmi sirtqi mablag'ning jiq kirishi, uningdan keyin fuqaroning ishonchlik bilan o'zining yanchug'iga yoki bankasiga qo'yib olgan pullarini qo'rqmay qashlashi bilan bozor tiriladi. Jonlanib mangadi. Uningga hech qanday bir narsani ko'rmadi. Buningda masalan, hozirgi uy mulkchiligidagi krizisga hal qilg'ish bir narsa yo'q, siyosat konkret yo'q. Xalqaro mablag'mi konkret bir kapolatni berimiz dalanmadi. Shuning uchun mencha bu yig'inninki iqtisodiy jihatdan hech qanday bir cho'ng o'zgarish kirgizolmaydi. Faqat davlat pulni bankadan pulni besib fan texnika degan strategiya fan texnik shirkatlariga mablag'ni berib shularni jonlantira oladi, ammo u pulni jiq bosgan sari mol bahasi, pulning paxallishi, mol bahasining o'rilishi fuqaroning hayotiga hech qanday bir
ijobiy narsa akamaydi. Xitoyninki o'ymilik sohasidagi bu turg'unliq 2014'lerde, 2010'larda 5'te başlanğanğı. Ben 2019 makalemi yazgan vakitimde bu gayet zor bir meselede krizisdi. Bizce hükümet bu meselenin hal kılanmaya geldi. Çünkü bu yerden bir taraftan devlet bankalarından qarz alıp selingan tağdak öyler var. Endi bir taraftan uy yok, biçare fuqarolar var. Hükümet bunu setiş arkalık istimalga qiziqtirish arkalık hal qilma deydi ama uyi balaninki uyga ihtiyacı yok yoki ularninki maqsadi qo'yib baho o'skanda setish unda bo'lganda uymilik bahosi turg'un holatda mablag' solmaydi uyga ehtiyojli odamlarning puli yo'q og'ili shuni hukumatning rag'batlantirish siyosati ishga yaramaydi shuning bilan bankadan qarz alıp uy sog'an shirkatlar bankaga qarzini to'layolmagan uyni bekorga bergizganmagan puli yo'q odamlar o'tirolmagan shundoq bir ziddiyatning ichiga tushib qolgan hozirgacha chiqolmadi deb qarayman chunki mushqatimqi dokladning uzdumi bor ekan ya'ni shu iste'molni jonlantirish iste'molni rag'batlantirishda yo'q odam ololmasa uni 20 yıllık, 30 yıllık deyken qarz orqali setishga tirishib vaqtda ama shundaqdimi uni og'allab qarzga bo'g'ilib ketib bir umr undan qutlanmagan. Shuni qarzini to'lab bo'lsangiz uyning bahosi tushib ketgan. Qarzini to'lab endi uyni sotaysan. To'lgan bahodan ba'zilari yerim tushib ketganlar bor-da hozir to'g'riladi. Qirtimmi yana shu konu muqam bor ekan. Yana shu iste'molni jonlantirib kishilarni jaq hajlanglar, jaq yanglar, jaq ichinglar, jaq ishlanglar. Manda deganda diktatorning ojiz yeri amaliyot bilan xiyoliy ikki dunyo. Biz boshda dedik, bu yig'in qaror olmaydi, Shi Jinpingningki kallasiga kelgan qarorini tasdiqlaydi dedik. Shi Jinpingga hozir 2014'dan chiqqan bo'lsa 13ning yili oxirisi. Hozir 24, 10 yil bo'ldi. Bir hokimiyatning ustiga chiqqan odam 10 yil bo'lgandan keyin siz bilan paranglashdimmi bir degandingiz 10 yildan keyin uning yenidagi odamlar hammasi shu xush bo'lgan gapni qiladiganlar hammasi yig'iladi. Biz oldin qatim shaxsiy suhbatimizda bu demak nima degan vaqtida hozir Shi Jinpingning yana yig'ilganlar hammasi Shi Jinpingningki nima o'ylayotganligini faraz qilib turib so'z qildiganlar. Shuningga bu tövendeki bazanın qanday bo'lganligini amaliy ahvolni Shi Jinping qanchalik bila oladi, Xudo bildi. O'zi bildi, Xudo bildi. Bunda ahvolda buning kallasiga kelgan plan bilan amaliyat nihoyatda yiroq ikki dunyo. Shuning uchun bu hujjatda biz qarasak, bazan jonlantiramiz deydi, ama qanday jonlantirdi? Buning konkret bir kapolat yo'q. Sirtdan kirgan mablag'ni kuchaytiramiz, bozorni ochamiz deydi. Qanday ochsa? Hamma odamni jasus deb tutishga boshlasan, qo'rqidi. Sog'allar mablag'ini ochiq ketamisa, erkin ular qo'rqidi. Sen buning qanday qilsa siyosat yo'q. Demak, bu yerda bu farq pek cho'ng. Reallik bilan o diktatorning kallasidagi xiyol. O xiyol diktatorning kallasidagi xiyol amaliyotning ustiga qurilgan emas. Amaliyotdan emas, bu bir xam xiyoldak. Shuning uchun biz ko'rgan bu ahvolning mavjud bo'lishi menimcha shuningdan kelgan. Masalan, yaxshi so'zlar bor, ammo lekin uningga o yaxshi so'zga tushliq sharoit yo'q. Konkret narsa yo'q. Konkret narsa yo'q. Bu diktator yoki mustahkam hokimiyatlarningki hammasida mavjudlik narsa. Masalan, bu kompartiyasi biz agar o'qisak, har bir hujjatni 30 bat, 100 batlik hujjatni yig'ib kelsa, balkim shuningda ya bir batlik bir mazmun chiqadi, ya chiqmaydi. Qolgan hammasi quruq ekan. Hammasi konu yig'inning dokladlarini azrab o'zgartirib qayta ularning katibat ishxonasidagilar. Ularda yig'inlik yo'q. Odatda Xinjiang gazetiningki bir qancha yillik sonini o'qigan odam
tushunib qoldi-ku, bu Ha. yillik yig'inning doklati o'tgan yilgi yig'inning doklatiga 2-4 so'zni kirgizib qayta e'lon qildi deganni bilalaydi. Ha. Davom o'qimaydigan odam tushunolmaydi, ammo har yil o'qiydigan odam tushunolmaydi. Shu siz degandek bu mustabid bo'lsa, hukmron diktator bo'lsa, o chaqda atrofiga shuning ko'ngliga yoqadigan gaplarni qildiganlar yig'iladi ekan. Ular andan keyin o kishilarni haqiqiy ahvoldan mahrum qo'ydi ekan. Haqiqiy jamiyat nima ehtiyojlab, tuvandikilar nima ehtiyojlab, bundan mahrum qo'ydi ekan. Shuning bilan tarixda ba'zi hokimiyatlar intayin aqliy bo'lmagan qarorlarni elish bilan vayron bo'ldi. O kadar aqliy bo'lmagan qarorni elish uchun haqiqatan odam yo dot bo'lish kerak yoki atrofidagi berilgan uchurlar saxta bo'lish kerak. Hukmronlarninki dot bo'lish ehtimolligi tuvan bo'lganiga ko'ra berilgan uchurlar saxta degan gap. Ha, shu. Unda bo'lsa, bu xil ahvol hamda Xitoydagi bu xil iqtisodiy ahvolning chekinishi, diktatorlik siyosiy tuzumniki 1930'lardagi Stalin davriga qaytishi, bizningki navbatdagi Uyg'urlarning ahvolini hatto madaniyat zo'r inqilobiga mezgillarda ig'irlashib ketishi. Endi bularni birlashtirsak, bular biz Uyg'urlarningki kelgusiga yoki hozirgi ahvoliga qanday ta'sirlarni ko'rsatadi sizningcha? Hozir ko'rsatayotganimni endi so'zlar tugatkusiz, ammo muloyiza ehtiyoji uchun qanday ta'sirlarni ko'rsatadi? Mushto'g'irlik qarshingizni olsam, hujjatninki oxirgi qismida endi bizga azroq agar tahlil qilsak, bizga munosabat desak, mana bir so'zi bor. Buningda deydi, sistemlik dinni e'tiqodlarni sistemlik jungolashtirishni davomlashtirish deydi. Davomlashtirish. Ha. Jungolashtirish, davomlashtiramiz. Onundan keyin dinni ishlarini qonuniy boshqarishni cho'nqirlashtiramiz dedi. Bu endi bu yerda nimani ko'rsatadi deganda islom, xristian va yoki boshqa dinlarni. Endi bu yerda mening ko'z qarashimda asosan islom qaratadi. Chunki xristianlarninkida bak cho'ng o'zgarish yo'q. İslamninki eng Xitoy eng o'sh ko'radigan, ham eng burmalaydigan, ham boshpanasi yo'q. Ha, boshqa nimasi yo'q. Biri buni taqdimi yo'q. Xristianlarning hech bo'lmasa boshpanasi bor. Ha, shu. Nimasi yo'q. Hech kimning qarisi yo'q. Qarisi yo'q. Qarisi yo'qlar emas. Cho'moq olib berdi. Bugungi xabarni ko'rdimmi? Tunugungi xabar qarsam Arab birlashmasi havo armiyasini apirib bizning Sharq Turkistondagi Xitoy aerodromida shu yerda bizning vatanda Shikoyni oldidamiki nima o'tkazdi taqa. Manevr o'tkazdi. Ha, shu nim qilyapti. Xo'sh, buni qo'yib qo'yaylik. Undasa chatlab ketib qolamiz. Samolyotda to'planmay vaqtincha ketadi. Endi bu yerda mushu birinchi so'z nimani bildirdi deganda hozirgi milliy qirg'inchilik ham davomlashadi. Ammo bu usul texmo o'xshamagan usullarni, yangi usullar bilan bu usullar orqali padazlash, tashviqot jihatda masalan qonun bilan boshqaramiz degani qonun Xitoyning qonun to'g'riliq keyin men bir ayrim bir program qilsak bo'ladi. Mening onun ayrim ko'z qarashim bor. Degani endi padazlaymiz degan gap deb tushunsak bo'ladi. Jungolashtirish deganimi padazlaymiz degan gap. Demak, men burundan deb kelyaptim, bu siz bilan oldin qildim dedikmi? Xitoy 2022ning oxirisi 23ning 5idan boshlab Uyg'ur milliy qirg'inchiligini inkor qilish bir tashviqot urushi o'tdi. Uning oldida qadamma-qadam Xitoy oqiq chekingan, mudofaaga o'tib qolgan. 2018ning keyinida Xitoy o'zini oqlashga majburlangan. 2021largacha shunday bo'lgan. Ha, bo'lgan.
Ama 22'nin ahirisi 23'ten başlap hücumga ötdi. Mudafia'nın to'xtadi. Hücumga ötüp ma'lum darajada natijelik bo'lyapti. Masalan, muxbirlarni apardi, chet elliklarni apardi. Hattoki ma'lum ma'qul degan odamlarni opiryapti, akyapti. Masalan, Elşad aka, sizningcha bu Xitoyninki bu xil mudofiadan hujumga o'tishi xalqarodagi Uyg'urlarni qo'llash sadolarininki ajizlab qolganligi bilan munosabatlikmi yoki Xitoyninki qaror olish mexanizmidagi ostilikmi? Ya'ni Xitoylar buning ta'sirini tunib yetib Uyg'urlarninki boshda ko'zga ilmagan bo'lsa, keyin ondan keyin bu masalaga sal qarasak bo'lmaydi ekan, shu buning salbiy ta'sirini tugatayli deb 2 yildan keyin 3 yildan keyin ondan keyin tunib ketdimi? menimcha shu sizning ikkinchi parazingiz to'g'ri deyman. Oldida bular sal qardi. Uyg'urlarning bunday kuchi. Chunki Xitoyninki 2016-yili lagerlarni 14dan boshlagan, ammo 16si keng ko'lamda. Buning oldida dunyoda masalan ISIS deymiz, Fransiyada bo'ldi, u bu yerlarda bu terrorizm boshlanishi bilan avjiga chiqdi. Avjiga chiqishi bilan dunyoda islomga bo'lgan salbiy ko'z qarash kuchayib ketdi bir mezgilda torlarda. Bo'libmi ISISninki odamlarni bo'g'izlagan videolari, bu ko'ydigan Yordaniyaning havo ushqichisini. Bular hammasi dunyoda bularga bo'lgan nafratni oshiryapti. Shuni ular agashtirib islomni nihoyatda negativ bir xil ahvolga tushirib qo'ydi. Shuning Xitoyning farzida u vaqtida dunyoning inkosi unchalik bo'lib ketadi deb o'ylamagan. Shu bo'lganda urvasam hech kim gap qilmasdi. Hech kim gap qilmaydi dedi, ammo aksincha buningda men Uyg'ur bo'libmi shu kamp shoidlari deymiz, Uyg'ur yoshlarni deymiz, Uyg'ur oldiga chiqqanlar hammasi buningga zo'r badal to'lash bilan buni dunyoga anglitib, dunyoni safarbar qilib, uningdan keyin bu yerda Shi Jinpingninki diktator hokimiyatining yana bir do'tligi Mao nima bo'ldi? Pandemik bo'ldi. Pandemikning sababidan bir xil dunyoga Xitoy kompartiyasining Xitoyning qanday bir razil hukumatligini buni bir ichivatdi. Shuning bilan bizning bu ichki narsa bizning kuchayishimiz, Xitoy o'zini oshkor qilishi, birlashib Xitoyni o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Shuning uchun bular uni inkos qilib, tahlil qilib, o'zininki nima qilib bo'lishiga 2-3 yil ketib, undan keyin o'zini o'ngshab, ya bu bunda bir dinga yoki bir millatga qarasak, xalqarada bu nemaga uchrab ketmizga, oqlayolmaydi ekanmiz. Deb shuning bilan buni pardozlashga boshladi. Hozir masalan Uyg'ur degan ism men yaqinda Xitoyning torbatlariga, Xitoycha torbatlariga, hatto Xitoyning yozgan Sharq Turkiston to'g'riliq maqolasiga kirsangiz, Uyg'ur degan narsa yo'q. Ajoyib bir ish. Bölgünçi, Şinjan'daki bölgünçiler deydi, Uygur demeydi, Uygur'un ismi yok, başka o ismi yok. Bölgünçiler, terörçiler, o bu deydi ama Uygur degen bu ismi yok. Bular hazır isim, milletin ismini mi demeydiğen, dinni mi demeydiğen, onun deyken uyarını ma'lum derecede içip şunu davamlaştırıyorlar. Bununki, ben de diğer vaxtıda ma hüccetki dinni Xitoylashtirish ve kanuni boshqarish degan so'zi mana degan vaqtda bizning vatanga biz Uyg'urlarga nima deganda bu milliy qirg'inchilik davomlashadi, ammo texmi padoz bilan davomlashadi. Bu yerda hamda qistirib o'tsam tunugunga deyman, bir video chiqdi, Uyg'urlar ba'zilar taqib ko'ryapti. Bir ayol Urumchining ko'chisida oshxon topolmadim. Do'stlarim, bir oshxonni men o videoga qarab, o ayolning turgan tarafi shu Nammin tarafning bir yasi deb o'yladim. Deydi, men oshxon topolmayapman. So'ray desam, adam topolmadim. Birasinglar men telefonning bir yeriga kirgizib qo'ysanglar oshxon. Nemini ko'rding?
Ürümçinin ko'chisida namin tarafda bir Uyg'ur yo'l so'rig'idek, oshxon so'rig'idek Uyg'ur uchirtamayotdi. Uyg'ur yo'q. Uygursuzlaştırılgan ürümçi. Uyg'ursizlashtirilgan Ürümçi. Lekin siz dikkat kıldınızmı ki muşu yılınki başlardan başlap Uygurca isimlarınki bulupmu İngilizceden, Fransızcadan yoki Arapçadan kirgen isimlarınki biroqlam Xitoychalaştırılışı. Bu evical. Ularni yana bir program qo'qayaylik Mehmet to'xta. Ishimiz chatnab ketib qoldi. Bir yarim soat tugtaylik. Bunu tugtaylik, tamam. Lekin men bu axirgi savolimga qarataroq tushuncha beray. Bizniki ko'rganlarmi keskin bo'lishi mumkin. Hozir masalan universitet degan so'zlar hozir bizniki vatandagi matbuotlarda dasho deb yozishga boshladi. Uni ko'rdim. Masalan, nima Sharq Turkiston Universiteti deylik biz. Şinjan Dasho deydi Xitoylar. Onun da hozir Şinjan Dasho deb yozibdi, viviskisi demiş. Universitet Dasho deydigan bo'ldi. Ondan keyin muhacir degan so'zni Huachao deydi burun Xitoylar. Uni Uyg'urcha olgan vaqtda Huachao'ni Junguliq muhacirlar deb tarjima qiladi. Hozir Xiaomillar deb tarjima qilgan bo'ldi. Shuni xohlaganimki Uyg'urchasida sayfisida ko'rdim buni necha kun oldida. Xiaomillar yani şu derecede hem de muhacir degan so'zni ishlatilmaydi. Ondan keyin xalqaro xabarga qiziqqanlar bo'lsanglar shuni bilasizlar. Livan Allah Partisi deb olib kelgan bizniki tarjimonlarimiz izchil Livandagi Hizbullahni. Hozir buni Jinjudan deydi ekan, Uyg'urchasida bu. Bunga diqqat qilmabdim men. Yana mushkil bir xil yuzlanish ketyapti. Bu menga boshdan kechirmagan, balki nishatdan boshdan kechirgan Madaniyat zo'r inqilobidagi Uyg'urlarniki ism, yer joy ismlari, ondan keyin so'zlarniki xitoylashishi, masalan Partikum deganni Dangwei, ondan keyin hokim deganni Shenjiang, yezi boshqa deganni Shangjiang degan davr qaytib kelayotgandek vatanda. Ben onunla ben bazı bir tarihi eslimelerimi okup mesela bu medeniyet inkılabımız onundan mı burun mu ki deyim mesela Burun mu yani? ilki nimede taşlar medeniyet zor inqilobdan düşündükemiz yaşlar. Bu mesela siz okusunuz o birinci Cumhuriyet Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining qurilish oldi keynidagi Akçadın bagan Temursijan. Temursijan deb yozildi. Tanjang, Tingjang, G'ojiniyaz ajini Boyansling, Sling deydi. Bular hammasi shu vaqtdan tartib nim qilgan. Endi madaniyat inqilobida yana bir xitoylashish boshlangan. Masalan, isimlarda tartib, hatta Uyg'urninkida masalan inqilob nima, ba'zilar Gominjan, Gomingul. Ashtabobi. Baba, astag'firullah. Undan keyin men yana Tenshangul deb ayollarninkini ko'rgan. Men hayron qolgandimda endi. Masalan bu bor. Undan keyin yana birisi ham buni deb kelsak, buni yana chatnab ketib qolamiz. Ben bir til ve tercümede vatanda vaqtimda ko'rgandim. Masalan, Turpanninki hozir biz Yalqindağ devagan. O Yalqindağ degan aslida Xitoychadagi Xoyansandan tarjima qilib Yalqindağ deb Uyg'urchada ishlatyapti. Hozirmi u ishlatyapti. Jiq Uyg'urlar uni Uyg'urcha deb biladi. Amaliyotda u yerning ismi eng dastlabki vaqtida men shu til va tarjimasini 80-yillarda ko'rgan. Qiziltog' deydi ekan. Uyg'urlar. Asildagi ismi Qiziltog'. Ama Xitoylar Xoyansan desa, keyinda Uyg'ur uni Yalqintog' deb Xitoychadan tarjima qilib, mana degan vaqtida Xitoyninki G'arib sayohat degan romaniga asos yaratib berdi. G'arib sayohat degan kinodan
algan ben tuncu katın. Ha, anından şarait yaratып berdi. Şuna olan hazırki mana degan vaqtda bu nəhayət uzun yıl bir suiqasdi Xitoyninki. Tarixini burumlaşdiki. Şuna olan hazır o Qızıltağ degan asildagi Uyg'ur ismi yo'qolib ketib, Yolqintog' bo'lgandan keyin buni asalla shu g'arib sayohat So'ngkong bilan bog'laydi. Shuna bilan va Turpanda hozir masalan Xitoyda o'tib, Turpan aslida Xitoy davlati edi. Buningga mana deganda bir pas chiqarish. Shuningga bu yerda chatnab qoldik, ammo bu keyin ayrim bir program qilsak bo'ldi. Mening bu to'g'riliq jiq o'ylarim bor. Endi Uyg'urga kelsak, xulosalaganda hozirgi siyosiy davomlashadi. Unda bo'lsa, bugungi suhbatimizni o'sha yerda oxirlashtiraylik. Chingang to'g'riliq. Ha, shuni degandingiz, oxirgi savol. O Xitoy hamda qisqarida o'tay. Bu ketimki yig'inninki qarorining birisi Chingang Tashqi ishlar ministrligidan istibo berdi. Ama bunun da yoldaş degan so'zni ishlatibdi. Demak, bu Xitoy hamda surishti qilinmaydi qonunca hatta. Yoldaş degan gap. Ha, Chingang Tongji debdi. Demak, hamda yoldaş degan so'zi davomlashsa, bu odam hamda Xitoyning gapi bo'yicha bexatar yagi tushdi, ayriplandi. Kechirim qilindi. Kechirim qilindi, yo'qolib ketdi. Undan boshqa o ikki Mudofaa ministrini partiyaning qo'g'landi qildi, hammadan anoniki qonuniy surishtiga beriverdi. Ulan jazolaydi o'xshaydi. Ularni jazolaydi. Ammo Chingang tashqi ishlar ministri hamda bu sirliq yo'qolib ketgan, bir davlatning tashqi ishlar ministri yo'qolib ketsa bu bir ajoyib ish. Hamda yanala uning nada nima bo'ldi, hech kim bilmaydi, ammo yo'ldosh deganiga qaraganda bu Xitoy hamda har holda turmidan saqqaldi degan bir signal chiqdi. Shu. Xo'sh, rahmat. Bunday bo'lsa, bugungi suhbatimizni o'sha yerda oxirlashtiraylik. Inshaalloh. Ondan keyin yana davomli suhbatimizni elib boramiz. Sizlarga ko'p rahmat. Hammanglarga rahmat, sizga rahmat, ekran oldidagi qarindoshlarga rahmat. Omon bo'linglar.